Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Ayzod kanali bugungi seriyamizda sizlar bilan car parking o'yinida maza qilib dam olamiz do'stlar. Bu videoni boshlashdan oldin do'stlar hamma problemalarni esdan chiqarib videoni ko'rishda davom etinglar do'stlar. Do'stlar o'tgan qismni o'tgan poy o'tgan poygachini tutdim birinchi qismini ko'rgan bo'lsanglar, BMW M3 Touring'da yuruvdim, ya'ni nima desa bo'ladi, universalda yuruvdim. Endi esa menga yangi mashina topshirishdi. Mana BMW M5 E39 1695 yot kuchli mashina, chiroyli vinillarda. Hozir uni mazax haydab yangi bugungi zadanalamada yuramiz sizlar. Bugun menga nomeri boshqachasini berdilar, chunki bu davlat mashina, unga nomer boshqa nomer taqib bo'lmaydi. U M3 davlatdan mana M3 bordi-ku, unda esa xohlagan nomerlarni taqishinglar mumkin-da. U meni nomimda edi. Bu davlat nomida do'stlar. Do'stlar, mana yo'l qoidalariga amal qilgan holda ketamiz. Do'stlar, mana sekin pog'orachiliklarni yoqib, bu mashinani bir tezligini sinab ko'ramiz. Do'stlar, mana bu yoqqa chiqamiz. Bu yoqda esa yo'l patrul xizmati YPX 102 045 PA YPX do'stlar, mana YPX PA 045 nomeri taqilgan. Migalkasi ichida yana migalkalar bor. Hozir lapar-laparini ko'rsam sizlar. Ana. Yana. Uy ketdi do'stlar. Aytgancha do'stlar, bu orqasi tortadi, chunki buni kuchaytirilmagan stop motion. Aytganimdek, motor bilan bitta turbina, katta motor va turbina qo'yilgan. Boshqa gulshitel qo'yilmagan do'stlar. Biz sekin o'tiramiz bu yoqqa. Bu yoqdan sekin o'tiramiz. Qaranglar, ketdi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Kimga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Do'stlar, kimga mana shunaqa avtomobil xizmati kerak bo'lsa, vinillar kerak bo'lsa, menga murojaat qilaversanglar bo'ladi. Pastda kommentariyada Telegram lichkamni yozib qo'yaman do'stlar. Yozsam hammaga xayr.